Assalomu alaykum. Nafas a'zolari tizimi kasalliklari bugungi kunda global mavzu va global muammo butun dunyoda. Chunki ekologiya juda buzilgan va shu bilan birgalikda ovqatlanish ratsionlarimizda juda ham ko'plab ingrediyentlar, ranglar, gmo mahsulotlari qo'shilmoqda. Shu bilan birgalikda biz sog'lom turmush tarzini tanlamayapmiz. Bugungi kunda endokrinologik kasalliklar va yurak-qon tomir kasalliklariga nisbatan allergologik kasalliklar va nafas a'zolari tizimli kasalliklari juda ham ko'plab uchramoqda va nogironlik 2,5 barobarga nafas tizimi kasalliklariga ko'paygan. O'lim esa 2 barobarga ko'paygan va undan tashqari vaqtincha ishsizlik 12 barobarga ko'paygan. Shu bilan birgalikda nogironlikka a'zo bo'lish 3 barobarga ko'paygan va undan tashqari ayollarga nisbatan erkaklarda allergologik va nafas yo'llari bilan kasallanish 5% ga ko'proq hisoblanadi. Sizda va sizning yaqinlaringizda allergologik va immunologik muammolar mavjud bo'lsa, juda ham e'tibor bilan qarashingiz zarur. Shuni yoddan chiqarmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.